Jin ursin. Gruppaga bir oydan beri hech kim yozmabdi. Gruppa ochish kerak emasdi. Gruppani men bu ochgan. Voy, nima qildi shunga? Yo'q, vobshe tushunmayman-da. Gruppa ochasizlar-da, lekin umuman yozmaysizlar. Nima keragi bor bunaqa gruppa? O'qib turib yozmaydiganlar ham bor oramizda. Zato o'qidim, tushundingmi? Ha, o'qib yozmaysanlar-da, shunaqa o'zlaringni avliyoman deb o'ylaysizlarmi, hokimman deb o'ylaysizlarmi, tavba qildim. Ha, bilib qoldingmi? Demak, o'qib turib yozmasam, men kibr bo'lgan bo'laman. O'sha paytda ikkita qo'lim sinib qolgan bo'ladi. Gaping bo'lsa, karochi, lichkamga joz, tushundingmi? O'zingdan so'rasak, o'zing gruppaga faqat stiker tashiysan, lekin yozmaysan to'nka. Men to'nka emasman, to'niyman. Zato yozmasam ham stiker tashashni bilaman, ovsar. Hech bo'lmasa, juma bilan tabriklaydiganlar bor oramizda. Demak, hech kim yozmaydigan bo'lsa, guruhni yopamiz. Gruppa ochib yozmaydigan bo'lsanglar, yopinglar. Odam bilan molni farqi bo'lish kerak. Men esa yana ochaman. Ochaman.